Tasavvur qiling, bir dehqon yili bo'yi tinmay ishladi va mehnat qildi va eng shirin giloslarini yetishtirdi. Eksportga kelganda na muzlatkichli mashina va na to'g'ri xaridor topa oldi. Natijada uning mehnati yo'lni o'zida issiqda nobud bo'ldi. Afsuski, O'zbekistondagi hosilni deyarli 30% aynan mana shunday logistik xatolar sababidan isrof bo'lmoqda. Bu millionlab dollar yo'qotish degani. Men ismim Abdulloh va men bu muammoni yechishga qaror qildim. Biz AgroLogix platformasini yaratyapmiz. Bu shunchaki yuk tashish ilovasi emas. Bu fermer, haydovchi va xaridor o'rtasidagi ishonchli ko'prik. Bizning asosiy farqimiz shundaki, biz yukni shunchaki topshirib qo'ymaymiz. Biz har bir mashinaga maxsus datchiklar o'rnatamiz. Yo'l davomida haroratni onlayn nazorat qilamiz. Agar sovutish tizimi ishlamay qolsa, tizim hammaga xabar beradi. Bilasizlarmi, men bu sohaning ichidan chiqmaganman. Lekin tashqaridan qaraganimda tizimni qanchalik eskirgani va dehqonlarimiz qanchalik qiynalayotganini ko'rdim. Men qiyinchiliklardan qo'rqmayman va bu yo'nalishda eng yaxshi mutaxassislarni yig'ishga tayyorman. AgroLogix bu faqat biznes emas, bu dehqonlarimizni daromadini saqlab qolish va O'zbekiston mevalarini dunyoga sifatli yetkazish. Hozirda biz loyihani ilk prototipini tayyorladik va birinchi fermerlar bilan muzokaralarni boshladik. Bizga sizning tajribangiz va akseleratsiya dasturining ko'magi juda zarur. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha.